bilan Imma bütün bir gün oyun oynagan edi. Amdi hujrasini yig'ishtirish kerak edi. Imma hamma o'yinchoqlarini tezlikda yig'ishtirib etdi. Amdi bo'ldi, nima deganatlik? O'tirliqda turgan hech narsa qolmadi. Hatto qo'nchiq bilan birlikda o'ynaydigan vaqtim qolgan edi. Biroq Melinaning oyoqining bir piyi qayerga ketdi? Liv oyoqning bir piyini izlash uchun Immaga yordam qildi. Qara, mana bu yerda. Ha, rahmat san Liv. Ammo Amdi har yerni qaytadan yig'ishtirishi kerak edi. Qara Amdi, dedi Liv. Bütün qo'nchoqlarning oyoqini bu qutiga qo'yaylik. Bunda qilganda izlash texim oson bo'ldi. Tivitli hayvonlarni bu sevatga, yog'och legolarni bu qutiga qo'yaylik. Imma o'yinchoqlarini yig'ishtirishga boshladi. Nima qilyapsan, Imma? Hamma narsani bir-biriga aralashtiribsan. Hech nima qilmadim-ku, deb javob berdi Imma. Bu qutiga bütün alrang narsalarni qo'ydim. Yumshoqlarni bu qutiga. Undaqda yo'g'on alranglik flamingoni nega qo'yamiz? Albatta, tivitli hayvonlarning sevitiga. Keyin biz yaxshi ko'radigan kichik narsalarni qo'yish uchun bir xazina sanduqi yasab, buning ichiga alrang, chiqildigan, yumshoq, qattiq hamma narsalarni aralashtirib qo'ysak bo'ldi. Ma'qulmi? Imma buning qo'shildi. Xo'shallik bilan ishiga kirishdi. O'yratlimak nima degan ko'ngillik?